Ustagalar ko'rishingiz mumkin. Bizda zalimiz xudo xolasa yakunlanish jarayonida. Ko'rib kuzatib davom etib tursanglar, xudo o'zi bundan ham chiroyli ishlarimizni, zalimizni to'liq bitganini hali sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hozir bizda patal tillalarni yopishtirish jarayoni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli qilib, nechta qilib turlab beryapmiz. Xudo xolasa videolarga ma'qul kelyapti qilgan ishlarimiz va bu xizmatimizni sizlar ham o'zingizlar uylarda qidirishingiz mumkin. Hozir zalimiz sizlarga umumiy hajmini qanaqa bitganligini ko'rsatib o'taman. Hop, bizda ish protsessori xudo xolasa oxirgi etaplarga yetib kelib qoldi. Xudo xolasa faqat patolog qismimizni ko'rsanglar bo'ladi. Patolog qismimizda nol qismini atachentalarni qilamiz. Xudo xolasa lepkalarni qilib, tillalarni beramiz. Xudo xolasa yakuniga yetadi. Qilingan ishimiz juda ham chiroyli, nafis, go'zal bo'lib chiqyapti. Ko'rsanglar bo'ladi. Hali bular tozalanmagan, tillalarni sekin-asta qoqib yuboramiz. Hamma zar bo'lib yotibdi. Bolalarimiz juda ham qattiq mehnat qilishdi. Juda ham zo'r ish bo'lyapti. To'xtaganimiz yo'q. Xudo xolasa pollari bitgani, lyustra, pardalar qilingandan keyin bu ishxonani yana to'liq obzorini sizlarga qo'yib boraman va qanaqa atachenta ishlatildi, necha kunda bitdi, necha pul bilan bitdi, nimalar qilindi, bular bilan sizlarga qisqacha tanishtirib o'taman. Bizni kuzatishni davom etib tursanglar, xudo xolasa mana shu ishlarning hammasini ko'rasizlar. Atachentani yaltirashiga, jozibasiga bitta baho berib qo'yasizlar. Chunki bu atachenta moyishi ko'pchilik archa o'chib ketib qoladi, ko'chib ketib qoladi deydi. Unaqa emas. Buni fasadlarga ham, uyni tashqi fasad qismlariga ham qilsanglar bo'ladi. Bemalol yuvib, arta surtsa qiladi. Atachentani bitta qulaylik, yaxshi tarafi xonaga kirganinglarda xona dim bo'lib qolmaydi. Hozir ham keldi ishimizga. Xona juda ham havosi yengil, ekologik toza. Aboyga nisbatan, boshqa narsalarga nisbatan havo o'tkazuvchilik xususiyati bor. Xullas, bizda ish avjida, xudo xolasa ko'rib tursanglar, ishimizni cho'tka qilib chiroyli topshiramiz. Ishni ko'rib o'zingizga baho berasizlar. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda raqamni qoldiramiz va Instagram profilimizga bitta obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan ham chiroyli zo'r ishlarimiz bor. Hali orada qilinmagan va ko'rsatilmagan ishlarimiz hali oldinda. Sizlar bilan YouTube kanalimizda ulashib boramiz. Obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin, kommentariy, repost qilinglar. Xudo xolasa ko'proq insonga tarqatsa xursand bo'lamiz. Joylar sog' bo'lsin va kuzatishni davom etinglar. Bitta ko'rsatib qo'yadi.